Qizlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun bitta bomba dolzarb masalani sizlar bilan hal qilamiz. Undan oldin bitta kichkina tanishib olsak, ismim Go'zal O'rolovna. O'zbekistonga intim gimnastikani 15 yil oldin birinchilardan bo'lib olib kirgan, O'zbekistondagi barcha qonuniy ish faoliyat olib borayotgan intim gimnastika trenerlarini onasiman desam ham bo'ladi. 26 ta shogirdim bor va ana shu sohada 15 yildan beri ishlab kelaman. Hamda 15 mingdan ortiq ayollarni sog'lom va sevimli bo'lishida hozirgi kungacha yordam bo'lib kelayotgan xalqaro miqyosdagi mutaxassis ekspertman. Va mana avtorlik trenajyorlik kursim ham trenajyor kurslarim 167 davlatdan ro'yxatdan o'tgan. Shuning uchun intim gimnastika haqida biladigan eng professional ekspertidan hozir siz bugungi oladigan ma'lumotlaringizni olasiz. Bugun bo'lsa biz sizlar bilan aynan ayollarni eng yaxshi ko'rgan va juda ko'p shu narsa bo'yicha o'zini tajriba quyonchasi ham qilib yuboradigan masala bo'yicha gaplashamiz. Aynan kenglik haqida va ayollik a'zosini toraytirish usullari haqida gaplashamiz. Nimaga aynan bu temani men olib chiqishga qaror qildim? Chunki juda ko'p сообщениyalar keladi. Mana hozir shu efirni olishimdan oldin ham bitta сообщение kelib qoldi. To'g'risini aytdim, bu haqida katta bitta efir olmasam bo'lmaydi degan qarorga keldim. Xullas, nimaga bu juda ham muhim? Ayollarimizni homiladorlik tug'ruqdan keyin srazu birinchi xayolidagi narsa tezroq eski holatimga qaytib olishim kerak, tezroq hammasini tug'maganday holatga keltirishim kerak deyishadi. Chunki birinchidan samootsенкасы tushishni boshlaydi, o'ziga bo'lgan уверенность yo'qolishni boshlaydi. Undan keyin bo'lsa, конечно, неприятно. Masalan, elementarno sajdaga bosh qo'yganda havo chiqib tursa, o'tirib turganda havo chiqsa masalanda, даже bitta o'quvchimda shunaqa bo'lgan. Qizlari uyligiga mehmon kelganida, ular alohida yashar ekan. Uyligiga kelganda qizi mana oyim o'sroq deb gapirib qo'ygan ekanda. U onasi просто shunaqa vaziyatki, to'zosida mushaklari bo'shashib ketgan hisobiga o'tirsa, tursa, sajdaga даже bosh qo'yayotganda постоянно xullas havo kirib chiqadigan bo'lib qolgan. Qizi shu narsani как бы kichkina bola baribir bilasizlar, bir nimalar aytib qo'yadi, shunaqa qilib mehmonlar oldida uyaltirib qo'ygan. Hattoki mana shu sabablarga binoan hamda men peshob ushlab turmaslik ko'pchilikda muammo, to'g'rimi? Mana shuning uchun hamma o'ylaydiki, men agar o'sha yerda tor qilsam, hamma muammodan qutulaman va o'zini tajriba quyonchasi qilib tashlashadi, hamma narsa qilib ko'rishadi. Aynan mana shu masala haqida gaplashamiz. Toraytirish usullari haqida, undan tashqari ayollarimizni ko'p qiladigan xatolar haqida sizlar bilan gaplashamiz. Hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Va efir oxirida sizlarga bitta chiroyli anaqam bor. Nima deydi? Syurpriz deydimi yoki bo'lmasam sovg'a deydimi? Xullas, oxiridagacha bo'lganlar bilib olishadi. Hayit munosabati bilan, ro'za munosabati bilan bitta chiroyli eksklyuziv mendan taklif sizlarga bo'ladi. Xo'sh, demak, eng keng tarqalgan sabablarni hozir ko'rib chiqamiz. Bu birinchisi, juda ko'pchilik kegel mashqlarini qilishni boshlaydi. Hammamiz bilamiz kegel mashqlarini va kegel mashqlarini ko'pchilik ayollarimiz qilishni boshlaydi, lekin uni noto'g'ri qilishadi. Ko'p holatlarda. Nimaga? Chunki YouTube'ni ko'rishadi, boshqa joyni ko'rishadi, vrachlar aytadi, "Просто siqib qo'yaverasan, bo'ldi. Shuni o'zi kifoya" deyishadi-da, lekin aslini olganda просто siqib qo'yaverish emas. Shunaqa narsa borki, что просто siqib qo'yaverish o'zini ham to'g'ri bajarish bilish kerak. Va kegel mashqlar faqatgina yuzaki da, mana yuzaki bo'lgan qatlam bilan ishlaydi. Qon aylanishi yaxshilab beradi-da, lekin yuzaga kelgan muammolarni 100% bartaraf etib bera olmaydi, afsuski. Ko'pchilik ayollarimizni noto'g'ri bajarib qo'yishadi va o'ziga foydani o'rniga ziyon qilishadi. Ya'ni bu mashqni ham to'g'ri bajarishni bilish kerak. Ko'p holatlarda noto'g'ri qilishadi. Просто darsga kelganda ham masalan ayollarni ko'ramiz. Keling, davay, mushtalaringizni ishga soling, siqing desa qilib kuchanib o'tirishadi. Men aytaman, nima qilyapsan, siqaman deyishadi. Bu ayollar shu paytda o'zini to'g'risida mushaklarini qon aylanishini yaxshilab kegel mashqini qilibman deb o'ylayotgan bo'ladi. Ana samim ular shu payt kuchani qilib berib, o'zini tanasiga yana ham battar ziyon yetkazayotgan bo'ladi.
mana shu narsada даже kegel mashqlarimi, intim gimnastikami, buni to'g'ri etap qiladigan o'zini qonun qoidalari borda hamma narsani. Masalan, siz osh pishirmoqchisizda, osh pishirishni ham o'zgarishi etaplari bor, to'g'rimi? Shunda masalliq olib hammasini qozonga tiqib yuborsangiz, umringizda osh pishirmagan bo'lsangiz, zo'r choyxona palov yoki bo'lmasam povurlar qilib yurgan oshni qilib bera olmaysiz. Agar sizni tepingizda sizga shunaqa o'rgatib turadigan, mana bo'ldi, me'yorda qovurling, me'yorda suv solding, bu guruch, mana bunaqa guruch mana shuncha suv ko'taradi, bo'ldi, bunga ko'p suv solma. To'yingiz biladigan odam tepangizda tursa, siz haqiqatda cho'tka osh pishirib berasiz. Prosta ko'rib olib, YouTube'da yoki boshqa joyda ko'rsangiz, kimdir qayerdadir sekretini aytib ketmaydi. По-любому siz xohlagandagi narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun kegel mashqlarida ko'pchilik qiladigan xato mana shu ketma-ketligini bilmasdan, to'g'ri nafas olishni bilmasdan, qorin bilan toza mushaklarni взаимодействиясini ajratib olish kerakligini bilmasdan qiladigan juda ko'p xatolari bor. Bu narsalarga vaqt kerak, organizmni tayyorlash kerak. Oson emas, prosta olib siqib qo'yib yuborish o'zi ham bitta katta nima deydi, mahorat, uni ham bilish kerak va uni qonun qoidalari bor. Keyingi masala, bu ko'pchilik har xil trenajyorlar sotib olishni boshlashadi. Masalan, qush uchadigan, vibratsiya beradigan, yana ichida 4-5 tuxumlari bor, har xil razmerlilari bor, pulti bor narsalarni sotib olishadi. Birinchidan, bu bizga mumkin emas. To'g'risini aytganda, chunki bu shahvat uyg'otadigan, yana vibratsiyali narsalarni ishlatish mumkin emas. Bu sog'liqqa foyda keltirmaydi va uni ham to'g'ri ishlatishni bilish kerak-da. Unaqa sotiladigan trenajyorlar aksariyati og'ir bo'ladi. O'zi shundoq ham bo'shashib yotgan toza osti mushaklariga og'ir trenajyor tiqib qo'yib ishlab ko'rishi o'zi xato. Unaqa trenajyor olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Hammasi eksperiment qilib ko'rganman, har xil variantida. Davay qo'yishadi-da, kuchaning deymanda, kuchanganga ham o'sha qush ham uchaveradi, vibratsiya ham beraveradi. Yo'talganda ham, aksirganda ham, любой давление bo'lsa, u xuddi siz to'g'ri mashq qilyapsiz degandagi sizga signal beradi. Na samом деле kuchanib o'tirgan ayol, u kuchamyapti, tashqariga itaryapti hamma narsani-da, u foyda olish o'rniga ziyon ko'radi va og'ir narsani tiqib qo'ygandan keyin o'zi shunaqa bo'sh bo'lib yotgan mishsalarni uni battar yana zaiflashib, bo'shashishiga olib keladi qizlar. Endi men o'zim masalan trenajyorlarimni gapiradigan bo'lsam, biz fatvo bo'limiga borganmiz, so'raganmiz, o'xshab ko'rishgan, hajmini, og'irligini, hamma yog'ini tekshirib ko'ribda, bu vibratsiyasi yo'q ekan, batareykalari yo'q ekan, shahvat uyg'otmas ekan, vibratsiya bermas ekan, polniy hamma narsani tushuntirib berganimizdan keyin ayollar bu narsadan sizdan aynan salomatlikka erishayotgan bo'lsa mumkin degan biza ruxsatni olganmiz. Vibratsiyasi bor, pultli unaqa narsalar, hajmi katta bo'lgan trenajyorlar ko'chada sotiladigan mumkin emas degan javob olganman. Endi keyingi masalaga keladigan bo'lsak, keyingisi bu ko'pchilik ayollarimizni menimcha eng ko'p boshlaydigan usullardan bittasi bu har xil gelli bo'lsa kerak deb hisoblayman. Chunki aynan o'sha gellarning hisobiga ko'pchilik ayollarimizni har xil mamlaqa qiluvdim, mamlaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi. Masalan, o'sha chikap palkalar yoki gel, ular nima hisobiga ishlaydi? O'sha chikap palka ham, gel ham, keyin bu qanaqadir ham jenshina shunaqa narsalar bor. Hozir rasmini ko'rsataman, qanaqa oqibatga olib kelganini. U narsalar nima qiladi? U sizga doimiy effekt bermaydi. Bu sizga vaqtinchalik effekt beradi. Vaqtinchalik effekt berganda nima bo'ladi? U narsani surganida mana qanday borlarida ichida ko'ryapsizlar, yuqa qatlam mishsasi bor, slizistая оболочкасы bor. Ana shu slizистая оболочкаlarni u nima deydi, раздражать qiladi. Раздражать qilganning hisobiga xuddi allergiya berib qichiydi-ku sizni, ishib ketasiz allergiya bo'lsa. Xuddi shunaqa bu ham allergический reaksiya berganga o'xshab ishirib qo'yadi. Qanaqadir sredstvolar o'shaning hisobiga xuddi torlik hissiyot yuzaga kelgan bo'ladi. Anaqalarda bo'lsa, chikap palkalarda, naskолько men bilishim bo'yicha, achchiq tosh quritib yuborganning hisobiga xuddi tor bo'lganga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin bu sizga vaqtinchalik effekt beradi. U doimiy siz u qizlik davringizga qaytarib qo'ya olmaydi. Hozir sizga rasmini ko'rsataman. Mana bu o'sha aytgan, mana yozishgan, mana bu yerda ketib qolibdi, mayli.
2 kundan keyin nima ежедневкамdan shu narsa turibdi, kattaligini qarang deb yozgan. Xullas ishlatganlar. Mana bu yerda yozilgan edi tepasida. Men sizni kursiga yozishdan oldin ishlatib ko'rganman va degan mana javob. Ko'ryapsizlarmi bu yerda? Ichlaridan mana shu narsa chiqib kelgan. Mana полный qin ichidan слизистая оболочкani разряжаться qilgan chiqib kelgan mana shu narsa. Ko'ryapsizlarmi? Qanchalik bu o'zlariga zarar ko'rgan. Aynan mana shu qaysidir gelni ishlatganman deb aytuvdilar bular. Endi keyingi masala lazer masalasiga kelsak, mana lazer ish faoliyatini qanaqa ishlashini ko'ringlar. Nurlarini to'qimaga qanday ta'sir qilishini bitta misol sifatida tovuq go'shtida ko'rsatib berishi mumkin. E'tibor bersangiz, mana to'qima qay darajada bir-biriga yaqinlashib, torayib keladi. Hop, ketib qoldi. Yana boshdan qo'yaylik. Uzr. Ta galereyam qani endi. Okey. Ishini bitta misol sifatida tovuq go'shtida ko'rsatib berishi mumkin. E'tibor bersangiz, mana to'qima qay darajada bir-biriga yaqinlashib, torayib keladi. Kuyib kelyapti, ko'ryapsizlarmi? Pichir qilib kuyyapti shundoq. Endi ko'rganingizdagi lazer nima qiladi? Lazer mana shu ichidagi yuqa bo'lgan to'qimani kuydirib berganning hisobiga, mana ko'rdinglar o'zinglar ham videoda, kuyadi. Xuddi biza qo'limizga kuyganida nima bo'ladi? Umuman tanada agar ajroq bo'lganda, o'sha kuyganning hisobiga tirish qilib burish bo'lib qoladi. Qisqa qilib aytganda va bizning organizmimiz shunaqa aqlliki o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega va u davolanib aynan o'sha kuygan vaqtdan keyin xuddi sizda siz xohlagan natijaga erishgandek hissiyot bo'lishi mumkin, lekin organizm o'zini o'zi tiklagandan keyin nima bo'ladi? Eski ahvoliga qaytadi. O'shaning uchun o'ylab ko'ring, naskолько siz ichingizni kuydirgingiz kelyapti va ozgina vaqtdan keyin yana effektini yo'qolishini xohlayapsiz. Endi keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, bu keyingi masala aynan operatsiya haqida. To'g'ri, operatsiya qilinishi kerak. Ayollarimizda уже bachadon tushishi, qin devorlar tushishini intim gimnastika bilan tiklab bo'lmaslik darajasiga yetib kelganda operatsiya qilinadi va undan keyin baribir ayollar aylanib o'rgilib intim gimnastikaga kelishadi. Nimaga? Chunki mana o'zim praktikamda bo'lgan bitta masalani aytsam, bitta ayolimizni 3 marta operatsiya qilganlar va endi shunaqa toifada insonlar bor, erinishadi, operatsiya qilsam sразу natijaga chiqaman deb o'ylashadi-da, operatsiya qilib ola qolishadi. Operatsiya qilgandan keyin aylanib o'rgilib 1 yil o'tmasdan yana eski ahvolini his qilishni boshlashadi yoki bo'lmasam bitta patsiyentim aytganlar, ichi keng bir sharikka o'xshab deb hozir chizib ko'rsataman operatsiya qilganda qanaqa operatsiya qilinishini. Va tozasida mushaklar mustahkamlanmaganligini hisobiga operatsiyada natija uzoq vaqt turmaydi baribirga ham, chunki eng asosiy masala ana shu tozasida mushaklarni mustahkamlash intim gimnastika yordamida va mana shu tozasida mushaklarni intim gimnastika yordamida mustahkamlagandagina effekti zo'r bo'ladi. Bu haqida men sizga hali yana batafsil aytib beraman. Hozir operatsiyani tushuntirib bermoqchiman. Yana bitta qo'limda ushlab turib bittasida chizishga harakat qilaman. Qaranglar. Bizda mana aytaylik qin mana bu yerda bachadon bo'ynida ketdi. Bundoq fallob naylari bor mana bu yerda. Художник emasman. Rassomchilikda 5 olgan inson emasman desam, mana bu qin, to'g'rimi? Keyin bu bachadon bo'yni. Bachadon vagina diliga operatsiya qilganda qanaqa bo'ladi? Bunaqa kesiladi va ana shu joy tikib qo'yiladi. Oqibatda bu joy bunaqa holatga keladi. Ya'ni qin shu holatda bo'ladi. Kiraverishi tor, ichi kengligicha qoladi. O'sha mana bitta patsiyentim aytgandek, "Ты как надувной шарик", xuddi ishirilgan sharga o'xshaysan degan turmush o'rtoqlari. Kiraverishi tor, bu yog'i keng bo'lib yotibdi. Kirganda qiyin, bu yog'i ochilib yotibdi, keng bo'lib yotibdi degan shikoyatni aytganlar. Endi bo'lsa filler haqida gaplashamiz. Fillerlar ham qilishyapti hozir.
xuddi mana labga, yuzga yanoqlarni ishirishadi, lablarni ishirishadi, to'g'rimi? O'shanda filler qilinadi. Xuddi shunaqa qindayvorlariga ham filler qilib chiqishyapti va bu filler u ham vaqtincha effekt beradi. So'rilib ketgunigacha ham so'rilib ketgandan keyin xuddi mana labda, yuzida, yanoqlarida, yana kimqatlariga qilishadi. O'sha so'rilib ketgandan keyin bo'ldi, u fillerni kuchi tugaydi. Xuddi shunaqa bo'tga qilganda ham uni kuchi vaqtinchalik va vaqti soati kelgandan keyin u so'rilib ketgandan keyin eski ahvoliga qaytadi. Nimaga aynan intim gimnastika va to'g'ri kompleksli mashqlar doimiy ravishda sizni mustahkam qilib turadi? Shuni sizga hozir tushuntirib beraman. Eng zo'r effektivniy metodi, hamma metodlarni razbor qilyapmiz. Intim gimnastika bilan toza mushaklarni oldingi nima deydi, tirsillagan holatiga keltiradigan sabablarni tushuntirib beraman. Bizning tanamiz mushaklardan iborat, to'g'rimi? Mana qo'limiz, oyog'imiz, masalan, qo'yni so'yganda yoki molni so'yganda oyog'i ham go'sht, beli ham go'sht, bo'ynida ham go'shti bor, to'g'rimi? Hamma joyida go'shti bor uni. Xuddi shunaqa bizda ham suyak va ustimizda mышцalar bilan qoplanganmizni hamma yog'imizda bor. Mana toza osti mushaklarimizda ham xuddi shunaqa mushaklar bor. Bu bizning toza osti mushaklarimiz. Bu yerda siydik nayi, o'sha vagina, orqa ichak, mana shu toza osti mushaklari bu yuzaki, ichki va chuqur mushaklardan iborat bo'ladi. Mana shu mushaklarimiz, mana ko'rib turibsiz, ichida hamma narsani ko'tarib yuradi. Mana ichimizda bizani ko'rib turganingizdek, bu siydik pufagi, bachadonimiz, mana bu qin bo'lsa, bu yo'g'on ichak. Buni hammasi organlarni ichida ko'tarib yuradi. Ustida kelgan ichaklarimiz bor, to'g'rimi? Oshqozon ichaklari hammasini ko'tarib yuradi. Mana shu bizning toza osti mushaklarimiz. Mana shu toza osti mushaklarimizni agar mehnat qilib ishga keltirmasak, boshqa tashqaridan qilingan narsalar unaqa foyda bermaydi. Tasavvur qiling, siz ozmoqchisiz-da, sizni qorningiz bor, katta qorningiz bor. Ana shu katta qorningizni siz ming massaj qilsangiz ham, nima deydi, yotib olib press qilsangiz ham, endi faqat press o'zi dietasiz aytaylik-da, ta'sir qilmaydi. Siz agar to'g'ri pitaniya qilsangiz, sportga chiqsangizgina siz xohlagandagi qomatga erishasiz. Shuncha inson nimaga sport zalga boradi? Chunki agar insonni o'zi fizически mehnat qilmasa, hech narsa ta'sir qilmaydi. Yana har xil mana chiqib ketgan simulyatorlar yoki bo'lmasa o'sha stullar, tronlar o'tirib olasan, u mышцalarni qisqartirib beradi degan narsa. Qizlar, agar tanani bilsanglar, oldin bo'lgan, o'zim olib ko'rganman o'shanda, ikkinchi tug'ruqimdan keyin tanangizga xuddi o'shaqa narsalarni kiyib olasizda, yarim soat mashq qilasiz va bu siz qilgan yarim soat mashq sport zalda nechadir soat mashq qilgan bilan teng deb aytishgan. To'g'risi 3 oyga abonement olganman. Tug'ruqdan keyin tanani o'ziga keltiraman deb ko'rib turganingizdek hech qanaqa foydasi bo'lmagan. Chunki bu prosta tir qiladida, и все, o'sha bilan xuddi hammasi joyiga kelib qolgandek. Mani yoshimdagi ayollar bilishadi, men 40 yoshdaman, bilasizlar. Bizlar davrimizda qorniga bundoq taqib olardi-da, knopkalarni bossangiz qorningizni tir qilib turardi, tipa qorningizni yo'q qiladigan narsa. Lekin u narsa ko'rib turgan bo'lsangiz, agar siz ishlatgan bo'lsangiz, shunaqa narsani sizga yordam berganmi? Sizni qorningiz yo'q bo'lib qolganmi? Yo'q. O'shaning uchun ham ming milliarder bo'ladimi, millioner bo'ladimi, doimo sport zalga chiqib, mehnat qilib, ter to'kib harakat qiladiki, tanasini, mышцalarini tonusga keltirish uchun. Agar biron bir narsa bo'lganda, davno ixtiro qilingan o'sha narsalarning ichidan yordam beradigan narsa bo'lganda, tanani, aynan mышцаlarni ukrbit qilishga yordam beradigan, ana shu insonlar bir kunda 2 soatlab vaqtini sport zalga ketkazmasdan yarim soat o'shani uyiga sotib olgan bo'lardi. Ertalab turib, dushga tushib, o'sha narsani kiyib olib tir qilardi yarim soat. Keyin bo'lsa, qolgan o'sha sport zaldan ekonom qilgan 1,5 soatini o'zini biznesiga yoki bo'lmasam o'zini boshqa bir rivoji uchun ishlatgan bo'lardi. O'shaning uchun haqiqat bu, haqiqat. Toza osti mushaklarni ham biz xuddi shunaqa sport zalga chiqqanga o'xshab mehnat qilib tonusga keltirmasak, hech qanaqa narsa uni toraytirishga yordam bermaydi. Va sizda kenglik yuzaga keldimi, bilingki, keyingi etap
kenglikdan keyingi etap birinchi belgilari bu havo kirib chiqishi bo'lsa, keyingisi peshob ushlab tura olmaslik bo'ladi, undan keyingisi qin devorlari tushishi bo'ladi, undan keyingisi bo'lsa bachadon tushishi bo'ladi va oxir oqibat operatsiyaga yetib kelasiz. Lekin bu narsalar yuzaga kelganda sizda juda ham ko'p muammolar, aksarganda yo'talganda ko'chada uyalib qolasiz, tegis ho'l bo'lib qoladi yoki bo'lmasam tinmasdan har xil ajrimlar kelishni boshlaydi. Ajrimlarga lecheniya qilaverasiz, har xil sistitlar, kasalliklar, CD pufagidagi muammolar yuzaga kelaveradi, uni lecheniya qilaverasiz. Ya'ni lecheniyadan boshingiz chiqmasdan bir dunyo pulni ishlatishni boshlaysiz va borib operatsiya qilasiz. Oxiri operatsiya qilganingizdan keyin nima bo'ladi? Yana ozgina vaqtdan keyin o'zini holiga qaytadi va baribirga ham yechimini intim gimnastikadan topishga to'g'ri keladi. Praktikamda bo'layotgan narsalarni sizlarga hozir aytib beryapman qizlar. 3 marta operatsiya qilgan qizimiz oxiri baribir tan berib keldilar, mashqlarni bajarib hozirgi kunda zo'r holatda yuribdilar. Shunaqa holat bo'lganki, yana bitta qizimiz edi. Ular operatsiya qilish xohlamaganlar, lekin holatlari yaxshi bo'lmagan. O'ylaganda nima qilsamikin? Keyin men chiqib qolganman ularda rekomendatsiyalarida intim gimnastika qo'shilganlaridan keyin bo'lsa shug'ullanib, ularning 2 ta farzandlari bor, 3-chi farzandga homilador bo'lish planlari bo'lgan. Shug'ullanganlar hammasini ideal tarzda qilib olganlaridan keyin yozyaptilar-da, do posli biz rasmlar qilamiz, holatlarni ko'rishga, o'zgarishlarni o'zligi ham ko'rib hayron. Ginekolog vrachlar ham o'zini patsientlarni o'zgarishlarni ko'rib hayron bo'lishyapti. Doimo yuborishadi. Masalan, juda ko'p ginekologlar men o'zim tanimayman живой, lekin aytishadi, mana vrach jo'natib yubordi sizga, mana bu vrach jo'natib yubordi deb. Nimaga desam, anaqa borgan, обязательно shug'ullangin deb ularni patsientlarida u vrachlar o'zlari o'zgarish ko'rgandan keyin menga o'zligi odam jo'natishni boshlashadi. Chunki o'zligi ko'rgandan keyin ularga ham приятно, patsientlarida yaxshi o'zgarish bo'lgan edi. Xuddi shu o'rinda depilyatsiya qiladigan ayollarimiz ham xuddi shunaqa o'zligi ham kelishadi, o'zligiga keladigan klientlarni ham yuborishadi. Xullas nima bo'lgan, o'sha do posidan gap chiqib ketdi. Ya'ni oldin qanaqa bo'lgan, keyin qanaqa bo'lgan, buni masalan kim ko'radi? Vrach ginekolog o'zini patsientida ko'radi o'zgarishni, depilyatsiya qiladigan qiz o'zini o'zgarish patsientlarida o'zgarish ko'radi. Xuddi shunaqa men ham kursga yozilgan qizlarni do posli holatini birga ko'ramiz. Ularda do ahvollari yaxshi bo'lmagan, posli уже qiz boladek bo'lganlarda keyin menga aytayotdilar, Go'zal opa, 3-chisiga homilador bo'lishni rosa xohlagan edim, tug'masammikin, homilador bo'lish planimni olib tashlasammikin deb yozyaptilar-da. Keyin men aytdim, yo'q, unaqa qilmang. Mana ko'rdingiz-ku, 2 ta homiladan keyin o'zingizni tiklab oldingiz. O'sha eski tug'magandek holatga keldingiz. Yana bitta homiladorlik to'g'ridan keyin o'zingizni qo'lga olib to'g'rilolmayman deb o'ylayapsizmi deb aytdim. O'shandan keyin planlariga qaytib, xudoga shukr, hozirgi kunda o'sha homilador. O'shaning uchun qizlarjonlar, eng ideal variant aytganimdek mana shu mышцаlarni baquvvat qilish. Yana bitta misol, xuddi men bu boyaga aytgan narsalarimni hammasi vaqtincha effekt deganim, sizda qorningiz bor, to'g'rimi? Lekin ko'ylak kiyganingizda qorningiz xunuk bo'lib osilib turibdi. O'sha paytda ko'pchilik ayollarimiz nima qiladi? Korset taqib oladi-da, xuddi qorin yo'q, bel chiroyli, ustidan ko'ylakni kiyib to'yga hamma yoqqa borib kelishadi, tashqaridan ko'rgan u qomati zo'r ekan deydi. Uyga kelib shundoq korset yechgandan keyin piliq etib qorin qaytib joyiga tushgandan keyin eski hammom, eski toz deydimi? Ya'ni muammo bartaraf etilmadi, muammo faqat maskirovka qilindi. Xuddi shunaqa butun sanab chiqqan narsalarimizni maskirovka qilib berish mumkin, lekin muammoni asl bartaraf etish uchun toza mushaklarni mustahkamlash kerak. Xuddi o'sha qorni osilib tushgandan keyin uni siz korset bilan bekitib emas, правильный питание qilib, sport bilan shug'ullanganingizdan keyingina u ketadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa toza mushaklarni ham mustahkamlaganingizdan keyingina sizda o'zgarish siz xohlagandek bo'ladi. Aytganimdek, sizlarga aynan hozir umuman YouTube'ga bunaqa darslar olishni endi boshladim. Nimagadir ana shu ro'za oyi kelayotgan bizani chiroyli hayit bayramimizni menda shunaqa nima deydi, ichimda bir his tuyg'uni uyg'otdiki, shunaqa darslar qilib va aynan ro'za munosabati bilan, hayit munosabati bilan men 60% o'zimni trenajyorlik kursimga chegirma qildim. Nimaga? Chunki juda ko'pchilik ayollarimizni sog'lom, sevimli bo'lishini istayman va shu kursning ichida ham trenajyor beriladi,
ham juda ko'pchilik ko'rgani o'sha suv tortish texnikasini ko'rishgan. Ana shu suv tortish texnikasi uchun shlang, video darsliklar, Telegramda savollarga javob olish imkoniyati, 6 oy mobaynida darslarni bajarib, hozirgi bugun temamizga mos bo'lgan holatda o'zini oldingi holatiga keltirib, prokladkalarga pul ishlatishdan, har xil yoqimsiz ajrimlardan qutulib, havo kirib chiqishdan, xuddi boya aytgandek sharmanda bo'lib qolmaslikni oldini olib, sizni nima deydi, xursand bo'lib yurib, keyin shu xursandchiligingizga man bir kichkinagina hissa qo'shgan bo'lsam, xursand bo'lib man yuraman keyin. O'shaning uchun qizlarjonlar, shunaqa taklif, joylar soni chegaralangan. Man bu narsa haqida hech qayerda Instagram, Telegram gruppamda ham hali aytmaganman, chunki joylar soni juda ham chegaralangan. Ko'p odam olmayman, bilasizlar, chunki hammaga vaqtimiz yetishi kerak. O'shaning uchun faqatgina mana shu YouTube darslarimni ko'rib, o'zida o'zgarishlarni his qilgan ayollarga yordam berish maqsadida, tim bo'lib shunaqa katta chegirma. Men buni Telegramga yozsam, birpasda joylar to'lib qoladi. Lekin men qanaqadir tanlab odam nima deydi, kому я хочу, чтобы пришли те, кому действительно это нужно, hozir ham kerak bo'lgan insonlar shu narsani eshitib kelishsin deb, hamma emas, nima deydi, qanaqadir избранный odamni olgim kelyapti. Odam ajratish emas bu. Nima deydi, именно kimga kerak bo'lsa o'sha inson eshitib kelishini juda ham istamayman. O'shaning uchun qizlarjonlar, shunaqa taklif. Bugun mana oilam bilan dam olgani chiqdim, lekin sizlar uchun shunaqa dars olishni maqsad qilgan edim. Mana shu darsni sizlar uchun oldim. Kimga aynan dars kerak bo'lsa, kim o'zini holatini ko'rgan bo'lsa, menga hozir shu kerak, shu holatni o'zgartirmoqchiman degan bo'lsanglar, mana adminimga yozsanglar bo'ladi. Va bitta narsa aytmoqchiman, insonni faqatgina tashqi qiyofasi emas, qalban ham qanaqadir muammolari bo'lsa, uni ham bartaraf etish kerak deb hisoblayman. Va o'zimni kurslarimga aynan yangi hayot formulasi degan zo'r katta darsligimni qo'shganman. Ham qalban, ham jismonan ayollarimiz o'zgarib, sog'lom, sevimli bo'lishlari uchun. Hammalarni yaxshi ko'raman. Xayr.